Sun'iy intellekt aksiyalari kuchli bosim ostida. Masalan, Nvidia aksiyasi noyabr oyidan beri 20% tushib ketdi. Sun'iy intellekt uchun cloud, ya'ni bulutli xizmatlar ko'rsatuvchi Oracle kompaniyasining aksiyasi esa sentyabr oyidagi eng yuqori narxidan 50% quladi. Va nihoyat pufak yorilyaptimi? Yoki bu shunchaki vaqtinchalik korreksiyami? Aslida sun'iy intellekt sanoati borgan sari kengayib bormoqda. Har xil sohalarga shiddat bilan kirib bormoqda va rekord darajadagi databaza markazlari qurilmoqda va har kuni ko'ryapmiz turli xil sun'iy intellektga bog'liq, unga asoslangan yangi mahsulotlar paydo bo'lmoqda. Xo'sh, unda nega sun'iy intellekt aksiyalari oxirgi oylarda tushib ketyapti va o'zi bilan birga bozorni ham pastga tortyapti? Ushbu videoda bu vaziyatga chuqurroq nazar solamiz. Videoni oxirigacha albatta ko'ring. O'zi sun'iy intellekt ekotizmi qanday tashkil topgan va aksiyalarning pastlashiga nimalar sabab bo'lyapti va hozirgi vaziyatda qaysi AI kompaniyalar ko'proq bosim ostida yoki qaysilari bu vaziyatdan yutyapti, mana shularni hammasini bilib olasiz. Sun'iy intellekt aksiyalari nega tushib ketayotgani haqida gapirishdan avval o'zi sun'iy intellekt sanoati qaysi kompaniyalardan tashkil topgan, uni tarkibiy qismlari qanday ekanligini yaxshiroq tushunib olishimiz zarur. Ko'pchilik sun'iy intellekt aksiyasi deganda Nvidia yoki AMD ni tasavvur qiladi, lekin aslida sun'iy intellekt sanoati juda ham ulkan va u bir necha qismlardan tashkil topgan. Sun'iy intellekt sanoati yoki bozorini soddaroq tushunib olish uchun uni bir restoranga qiyoslasak bo'ladi. Va restoranning asosiy mahsuloti bu taom hisoblanadi. Taomni tayyorlashdan oldin bizga masalliqlar va retsept kerak bo'ladi. Mana shu 3 ta qismga bo'ladigan bo'lsak, birinchi o'rinda masalliqlar zarur. Masalliqlar deganda mana shu sun'iy intellekt infratuzilmasini nazarda tutamiz. Ya'ni bu yerda o'sha Nvidia chiplari, Micron xotira bloklari yoki Tayvan Semiconductor zavodlari mana shuni ichiga, ya'ni masalliqlarning ichiga kirib ketadi. Ikkinchi o'rinda retsept, ya'ni masalliqlarni qanday qilib mazali taomga aylantirish siri. Ya'ni misol sifatida OpenAI ning GPT modeli yoki Google ning Gemini ni misol keltirishimiz mumkin. Bu yerda hamma aqlli jarayonlar sodir bo'ladi va biz bu katta guruhni platformalar yoki modellar deb ataymiz. Uchinchi o'rinda tayyor ovqat, ya'ni mijozning stoliga tortiladigan yakuniy mahsulot, ya'ni bu ilova va dasturlar. Bularga Adobe, Salesforce yoki biz har kun ishlatadigan ChatGPT ilovalarini misol keltirishimiz mumkin. Shunda tushunib olgan bo'lsak, sun'iy intellekt sanoatini 3 ta katta guruhga bo'ldik. Birinchisi infratuzilma, ikkinchisi platforma va modellar, uchinchisi esa dastur va ilovalar. Sodda qilib aytganda muammo shundaki, masalliqlar narxi qimmatlashib ketgan va mijozlar kutilganidek tayyor ovqat uchun ko'proq pul to'lashni istashmayapti. Aksiga olib, yaqinda bu restoranda yong'in ham sodir bo'ldi. Keling endi buni aniqroq qilib, faktlar bilan tushuntirib beraman. Demak, sun'iy intellekt aksiyalarining pastlashiga va salbiy kayfiyat kirganining bir necha sabablari bor. Ulardan birinchisi, yaqinda MIT tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, kompaniyalarning 95% sun'iy intellekt ilovalariga qilingan xarajatlarni qoplay olmagan, ya'ni foyda ko'rmagan. Va endi ko'p kompaniyalar quruq va'dalarga ishonmasdan sun'iy intellektga qilgan xarajatlar qachon o'zini oqlar ekan deb qayg'urmoqda. Ikkinchi sabab esa sun'iy intellekt chiplari va boshqa mahsulotlari uchun Xitoydan keladigan butlovchi qismlarga 25% import boji qo'yilgan va mana shu to'lovlar infratuzilmani qurishga ketadigan xarajatlarni ko'paytirib yubormoqda. Buning natijasida esa ko'plab kompaniyalarda xarajatlar ortib, foyda marjalari kamaymoqda. Va nihoyat uchinchi va sun'iy intellekt aksiyalarini tushib ketishiga ta'sir qilgan eng kuchli sababi 3 ta kompaniya orasida tuzilgan shartnomalar bo'yicha o'zgarishlar bo'ldi. Bu kompaniyalar ChatGPT ishlab chiqaruvchi OpenAI, sun'iy intellektga bulutli xizmatlar ko'rsatuvchi Oracle va moliyalashtiruvchi Blue Owl Capital degan investitsion fond hisoblanadi. Ya'ni bu kompaniyalar o'rtasida nima sodir bo'ldi? Birinchi OpenAI Oracle bilan $300 milliard shartnoma imzoladi. Shartnoma muddati 5 yil. Va bu degani OpenAI Oracle ga yiliga o'rtacha $60 milliard to'lash kerak. Lekin e'tibor beringki, OpenAI ning hozirgi yillik daromadi $20 milliard. Agar buni kelgusi yillarda o'sishini ham hisobga oladigan bo'lsak, har yili
$60 milliard Oracle'ga to'lab berishi bu qiyin masala. Oracle esa belgilangan shartnoma bo'yicha xizmatlarni yo'lga qo'yish uchun juda katta xarajat qilmoqda. Qarzga botib yotibdi. Oxirgi o'sha e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, balans hisob varag'ini qaraydigan bo'lsak, jami aktivlari $200 milliard atrofida, lekin uni jami qarzi $130 milliard dan oshib ketdi va bu o'tgan davrlarda borgan sari qarzlari ko'payib bormoqda. Endi Blue Owl Capitalga kelsak, u Oracle'ni moliyalashtiruvchi, ya'ni qarz beruvchi hamkorlardan biri hisoblanar edi va ular o'rtasida tuzilgan data center qurish bo'yicha $10 milliard shartnoma bor edi. Blue Capital o'tgan hafta ana shu shartnomani bekor qildi, ya'ni Oracle'ga $10 milliard miqdorida pul berishni bekor qildi. Natijada bu Oracle aksiyasiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatdi va bekor qilganning asosiy sababi Oracle'da haddan ziyod qarzlar oshib boryapti va yaqin orada u qarzlarni uzishi qiyin va uni ustiga yana qarz oladigan bo'lsa, Blue Owl Capitalda o'sha xavotir paydo bo'lgan, ya'ni qachongacha faqatgina qarz berib uni qoplashini, foydasini ko'rmaymiz degan ma'noda ana shu 10 milliardlik shartnomani bekor qildi. Endi o'sha 10 milliardlik shartnoma bekor bo'lib, agar Oracle kerakli o'sha data centerni qura olmaydigan bo'lsa, bu o'z navbatida OpenAI, ChatGPTga ham ta'sir qiladi. Aynan mana shu hodisa investorlarda va umumiy bozorda sun'iy intellektga qilinayotgan xarajatlar qachon o'zini oqlaydi degan xavotirni kuchaytirib yubordi. Keling endi sun'iy intellekt bilan ishlovchi qaysi kompaniyalar ko'proq bosim ostida ekanligiga to'xtalsak. Biroz oldin aytib o'tdim, sun'iy intellekt ekotizimida 3 ta katta guruh bor. Ana shu guruhdan eng katta va eng jiddiy bosim ostidagi bu ilova va dasturlar. Chunki aynan investorlar ana shu ilova va dasturlardan pul kelishini, foyda olishini kutmoqda. Agar ular ko'zlangan foydani bera olmasa, bu bevosita unga bog'liq bo'lgan infratuzilma va platforma va modellar bo'yicha xarajatlarni ham qisqartirishga, ularni daromadlari kamayishiga olib keladi. Platforma va modellar guruhida ham hozir bosim yuqori, ular orasida narx urush ketmoqda va albatta ularni modellari borgan sari yaxshilanib, aqlli bo'lib bormoqda, lekin ularni saqlab turish xarajatlari juda ham oshib ketyapti. Infratuzilma guruhida esa bosim turlicha, chunki bu guruhda turfa xil kompaniyalar faoliyat yuritadi. Masalan, bir kompaniya sun'iy intellekt chipini dizaynni ishlab chiqish uchun ilova yaratsa, boshqa bittasi uni zavodida ishlab chiqaradi. Yana biri ayni o'sha chiplar uchun xom ashyolarni yoki uskunalarni yetkazib beradi. Shuning uchun bu yerda bosim har xil va ularga birma-bir asosiy sub sanoatlarga to'xtalib o'tamiz. Xususan infratuzilma ichidagi server va bulutli xizmatlar ko'rsatuvchi kompaniyalarda bosim juda ham yuqori. Bularga misol sifatida SMCI, Dell yoki Oracle'ni keltirishimiz mumkin. Sababi nimada? Chunki bir tomondan ko'tarilgan import bojlari ularni xarajatlarini oshirib yubormoqda, ikkinchi tomondan esa hali foyda olmayotgan infratuzilmani yaratish uchun katta miqdorda xarajatlar qilmoqda, katta miqdorda qarzlar olmoqda. Ko'pchilik biladigan grafik chip ishlab chiqaruvchi Nvidia va AMD da esa bosim o'rtadan yuqoriroq. Chunki ularni avvalgi hisobot davrlaridagi super natijalari sababli aksiya narxlari juda ham qimmatlashib ketgan va kelgusi daromadlari biroz kamayadigan bo'lsa ham aksiya narxiga keskin ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chip ishlab chiqaruvchi uskunalar yoki zavodlarda, masalan ASML, AMAT yoki TSM aksiyalarida bosim o'rtacha, chunki ularni mahsulot xizmatlariga talab hali ham yuqori, lekin ularning hamkorlarida agar salbiy holatlar kuzatiladigan bo'lsa, ularga ham albatta ta'sir qiladi. Bosim pastroq bo'lgan kompaniyalar esa unchalik ko'zga ko'rinmagan, lekin ularning mahsulot va xizmatlarisiz infratuzilma ishlay olmaydi. Bular xotira bloklari, xotira chiplari, data centerlarda sovutish va elektr xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalar. Misol sifatida Micron yoki Vertivni keltirishimiz mumkin. Xo'sh, oldinda bizni nimalar kutmoqda? Sun'iy intellekt inqilobi tugagani yo'q, balki endi boshlanmoqda. U hozir korreksiya jarayonidan o'tmoqda. Shunchaki quruq va'dalar bilan pul sarflaydiganlardan ko'ra, o'ziga mustaqil,
foyda keltirayotgan va samarali ishlayotgan kompaniyalar hozirda saralanmoqda. Siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'lish ham yodingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.